Said Kamol qalaysiz? Ramiz restoran to'g'risidagi 5-loyihamizni obzorini ko'rsatib beringlar. Kadastr hujjatlarimiz tayyor. Mijozlar har kuni kelib, o'zlariga yoqqan xonadonni tanlab, xohlagan to'lov usullaridan foydalanib xarid qilishyapti. Hovli qismi to'liq bitdi. Podyezdlari tayyor. Har ikkala liftlarni ham ishga tushirdik. Uylarni sotib olgan mijozlarimiz sekin asta remontlarni qilib ko'chib kirishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Odamlari ko'pi korobka desa quruq devorni tushunyapti ekan. Devorlarimiz rodbinlangan, pollar stashka qilingan, hamma kommunikatsiyalar ulangan va hisoblagichlar o'rnatilganini ko'rsatinglar. Gaz, svet, suv va kanalizatsiya borligini ham odamlar bilsin. Bu joydan uy olgan odamlar vaqt tejashini bilishlari kerak. Said Kamol Korzinka supermarketi ochilyapti. 400 metrda flagmanda katta bolalar o'yingohi bor, turli xil restoran, kiyim do'konlari, fitnes zallar shunday oldimizda-yu, hammasini odamlar bilsin. Sotuv ofisida menejerlarimiz ishlashyapti. Ma'lumotlarni berib, uylarni ko'rsatib, shartnomalarni o'zlari rasmiylashtirishadi. Videoni oxirida nomerimiz katta ko'rinsin. O'tgan safar uncha bilinmadi. Mayli yigitlar, o'zlaringiz zo'r qilib ko'rsatinglar. Bo'ldi, Akmal aka, siz aytgandek hamma yo'qni ko'rsatdik. Obunachilarga ham yoqdi, bitta like bosib qo'yishdi. Xo'p bo'ladi, Akmal aka.